Yo'q, biz u yerdan bormaymiz. Men qisqa yo'lni bilaman. Buning uchun siz menga yaqinroq turishingiz kerak. Agar qarshi bo'lmasangiz albatta. Xo'p, mayli. Unga bunchalar yaqinlasha olaman deb o'ylamagan edim. Uning xushbo'y hidi boshqalardan butunlay farq qiladi. Oramizdagi masofa bunchalar qisqa bo'ladi deb o'ylamagan edim. Biroz uyalyapman. Almashuv. Ish qilib xalaqit bermadimmi? Sizlarga shirinlik olib kelgan edim. Bu yana nimasi? To'xta, u senga emas. Janob Sun qayerga ketdi unda? Mana yetib keldik. Qanaqasiga? Bu bo'lishi mumkinmi? O'zi nima bo'ldi? Tushunarli. Hammasi xuddi men taxmin qilganim kabi. Soya almashuv mahorati xuddi darvoza kabi ishlaydi. Boshqa odam bilan sayohat qilishim bu buning isbotidir. Oyog'im ostida kirish joyi yaratilgan bo'lib va men belgilangan joyga borishim mumkin. Va o'sha belgilangan joy uchun soyali askar kerak bo'ladi. Bu mahorat anchagina foydali ekan. Men qurolimni o'zim bilan olib kelmagan edim va esimdan chiqibdi. Ha, ana bu zindondagi asbobmi? Nima? O'sha zindondagi narsani aytyaptimi? Nahotki o'sha bo'lsa? Yo'q, u mening qurolim emas edi. Men hazillashdim albatta. Albatta hazil. Nima bu hazilmidi? Hammasi joyda. Saqlash xonasida bitta qurolni qarzga olib turaman. Bu ovchilar uchun sport zali hisoblanadi. Ular yaxshi bo'lmasa-da, mashg'ulot qilish uchun yetarlicha chidamli bo'lib hisoblanadi. Xo'p, mayli, men tayyorman. Faqat bitta shartim bor. Men sizning soyali askarlaringizning ichida eng kuchlisi bilan jang qilmoqchiman. Nima? Bu hazilmi? Yo'q, men shu orqali sinovdan o'tmoqchiman. Ha, tushunarli. Agar hozir men Birudi chaqirsam, bu anchagina xavfli bo'ladi. Bundan tashqari u hali yangi askar. Shuning uchun men unga Igrisning eng kuchlisi deb aytaman. Igris mening eng ishongan askarim. Men unga ishonsam bo'ladi. Mening eng kuchli askarim bu Igris.